Bugun 300 kvadratga mo'ljallangan yoki 300 litr suv hajmiga mo'ljallangan 273 gibrid kotelimiz haqida gaplashamiz. Bu kotelimizga 19 dona 55 sm dan 32 o'lchamdagi turba joylangan va 14 dona 20 talik turba issiqlikni to'liq qabul qilish uchun gorizontal holatda joylangan. Issiqlikni yo'qotmaslik uchun, ya'ni vertikalni tushgan turbalardan issiqlik tez chiqib ketmasligi uchun lipistoklar bilan jihozlangan. Bu kotelimizni turli tizimlarga ishlatishingiz mumkin. Xohlasangiz ochiq tizimga, xohlasangiz yopiq tizimga. Shuning uchun nomiga yarasha gibrid kotel deyiladi. Xalq nomi bilan aytganda raketa kotel deb mash kotelga aytishadi. Bu kotelimizni gaz rasxodlariga keladigan bo'lsa, bemalol atmosfernik kotellar bilan raqobatlasha oladi. Narxiga keladigan bo'lsa, importning kotelidan ancha arzon. Narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldiring.